Hormay Jasur aka. Salomat bo'ling. Olyapsizmi charchamasdan? Xudoga shukr, rahmat. Charchaman mehnatlar bilan. Assalomu alaykum. Sog'lom, yaxshimi? Kimsiz? Tanjoningiz sog'mi? Nima qilasiz Jasur aka bularda? Silos tugab qolibdi deng. Hozir kech qoldik. O'shanga somon yemayaptimi ular? Endi buni buni yedimi Jasur aka buni? Bilmadim endi, bitta hayvonlar yurgan. Buni bo'lmasa buni qilaylik. Menda universal dravkan zo'ri bor-da. O'shanga somon chiqarib aralashtirib berasiz. Buni ham chiqarib yuborasiz, ho'l o'tni ham. Qo'li ham chiqaradimi? Ha, ho'l o'tni ham chiqaradi. Qilmaydimi? Yo'q, tiqilmaydi. Bo'lmasa bundan qarang. Picha o'rib olaylik. O'rib olib somonga aralashtirib beramiz. Nima deysiz? Bizda tok pastku. Tok necha aka? 150 160 bo'lsa kerak. Aka 160 gacha universal dravkalarimiz bemalol ishlaydi aka. Chiqaradimi? Chiqaradi. Bu yo'q, bug'doy ham bor edi. Bug'doyni ham chiqaradi. Sotali, makka, don, o't hamma narsa chiqaradi aka. Zo'rku. Bo'lmasa o'zi o'tnicha o'raylik. Ha, bo'lmasa o'tni o'raylik aka. Ha, bo'ladi. Birga chiqaramiz. Ha, bo'ladi. O'g'il, shuni qaranglar-chi. Ashana solib ham chiqarib beradi biz apparatlar. Tegirmonga bug'doy olib borish shart emas. O'zingizda tayyor tegirmon bo'ladi. Nimasi unga o'xshatib yormaydi, lekin kepay holatda mana. Qo'l oqaryapti-da mana. Hurmatli obunachilar, bepulga dravlga tarqatyapmiz. Shartlar juda ham oddiy. Mana shu dravlgani bepulga olishni xohlaysizmi? Mana shu ko'rib turgan videomiz ostida 500 ta layk yig'ilsa, bepulga uyingizga olib borib beramiz. Hurmatli obunachilar, hattoki ustanovka xizmatlari ham bepul. Agar shu videomiz ostida 1000 ta layk yig'ilsa, 2 ta dravkani bepulga beramiz. 1,5 ta layk yig'ilsa-chi? 1,5 ming ta layk yig'ilsa, 3 ta dravkani bepulga beriladi. Xalqimiz duo qilib layk bosib padishkada bo'lib turgani uchun Alloh rozi bo'lsin. Yanada sizlar qo'llab quvvatlashga muhtojmiz. Agar layklar bosib padishkada bo'lsa, inshaalloh sizlarga narxlar arzon qilib beramiz. Yon tarafga solishtirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Eng arzoni 1,750 ming so'm chiqqan dravkalarni biz bugun 1,600 ming so'mdan rastrada skidga narxga qo'yib yubordik. Sizlardan padishka birdan layk, kommentariya chiroyli fikr va uzoq. Ey usta aka, usta otangga rahmat. Baraka top, xalqqa shunaqa foydali mahsulot chiqarishga davom etib padishkada bo'lib tursangiz, inshaalloh biz xizmatimiz yanada yana ham kuchaytiramiz. Agarda har qatdan mana shu 500 ta layk bo'lsa, gap. Bitta dravkan bepulga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlar, aziz chorvador insonlar. Bugun sizlarga universal dravkan eng zo'rlar, eng arzon joydan ko'rsatamiz. Narxi ham, sifati ham lol qoldiradigan joyda. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani, Xonobod qishlog'i, Olov universal dravkalar zavodi degan ekan. Bu yerda ishlab chiqarishlari, ishlashlari ko'rishingiz mumkin. Zavod. Narxlari bugun rasparada skidga narxlarda bo'ladi. Arzimas mehnatlarimiz qo'llab qolgan holatda bir donadan layk tugmalarni bosib ketinglar. Layk sizdan pul olmaydi, bizga ham bermaydi. Mana shu videoni ko'proq ko'rishligi uchun kerak xolos. Hattoki layk bosgan insonlarga akalar bepulga dravkalar beramiz. To'g'ri eshitdingiz, bepulga dravka bor, butun oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotlar beramiz. Va biz endi ko'rib turgan insonlar bo'lsa, ekran ostida pastda podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirizib borayotgan videolar muntazam SMS bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Manaqa universal dravka bo'lganda ham turi bor, xili bor, guli bor. Buni olgan insonlar o'zi biladi. Olmaganlarga biz tushuntiramiz. Bu narsa chorvadori uyda bo'lish kerak. Hozirgi paytda 2016-yilda ko'p insonlar hali olgani yo'q. Ishonarli tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lom yaxshimiz? Charchamasdan olyapsizmi? Charchamasdan. Olyapsizlar mehnat bilan. Xudoga shukr. Keldik. Yaxshi aka, xudo xolasa chiroyli qilib dravkalar eng zo'rini, xudo xolasa narxlarni ham hamyon bo'lib, cho'ntay bo'lib qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xo'p, Omonjon video boshida qarang. Dravkaning garantiyalari nima? Nimaga garantiya berasiz? Birinchi o'rinda apparatning motori. Motoriga garantiya beramiz, pichoqlariga garantiya beramiz. Birinchi o'rinda. Har bitta apparatimiz olgandan keyin o'zini garantiyasi bor. Servis xizmat hamma tomondan chiroyli qilib beramiz. Ha bo'ladi. Narxidan boshlayib aytamiz. Nech puldan boshlab, nech pulga dravka bor bugungi sonimizda? Xo'p, bugungi sonimizda narxlar aka 1,600,000 so'mdan boshlab 2,600,000 so'mgacha apparatlarimiz bor. Va tok masalasi ko'p joyda misol uchun tok har xil. Past tokda ishlaydigan, baland tokda ishlaydigan dravkalar bormi? Bor. Eng past tokda necha voltgacha ishlaydi keyin? Eng past tokka 150 tokkacha bemalol ishlayveradi. Ishlaydimi? 150 tokkacha bemalol ishlaydi. 150 tok. Bu zo'r-ku. Ekonomishli variantidan motorlar bor-ku, ekonomishli, gibrid bo'lib ketdi, full variantlardan nomeradinglarni olib kelib qo'ydik. Qaysidan boshlaymiz? Torting bitta dravka. Birinchi korpusni, keyin motori tishini. Birinchi o'rinda doim aytishadi,
arzonroq apparatingizdan boshlang deyishdi. Aha. Arzonidan boshlaylik. 1 million 600 ming so'm deb qo'ydik aka. Qani? 1 million 600 ming so'm Bormi? menimcha bir qo'yilmagan bo'lsa kerak hali aka. Chiqaring. Qaysi? Mana aka. Ha, shu apparat. G'ildiragi bor, masofaga yetaradi, ketaveradi. Hop, qarbolari, korpuslari yaxshi. Og'izlari pastga qaragan mana. Changimaydigan tishlari bor. Aka, Nimasiga arzon bu? bu nima desa bo'ladi? Aha. Hali mani 2 dona qo'yim bor, yo'qsa 1 dona molim bor deganlarga arzonroq variant qilib qo'ydik. Budjetniy variant, arzon variantidan aka. Lekin bu ham aka bemalol mashg'ulot qilayotgan ishni bemalol qilaveradi. Universalmi? Ha. To'liq quruq chiqaradimi? Qo'li quruq bemalol chiqaraveradi. Doli mahsullarichi? Doni mahsulotlarini ham chiqaraveradi. Maka jo'xori sortda Chiqaraveradi aka. Faqatgina motori kichkinaroq variantidan. Ha, Ha. motorda farqi bor. Motorda farqi bor, kichkinaroq variantidan. Aha. Xo'p. Bitta ko'rsataylik. Hampasini olsa, ota Mana tishlari bor. pichog'i ham mana oddiyroq variantidan, masalan, bu ham bemalol o't deysizmi, ho'l o't deysizmi, bemalol chiqaraveradi. Hop, Motorlarga keladigan bo'lsak, motorlari 3 kilovatlik. 3 kilovatlik bo'ladi. Motorlar 3 kilovatlik 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm. Xo'p, hurmatli obunachilar, ma'lumot o'rnida qarang. Sizdan olib turib dilerlik qiladigan insonlarga, misol uchun, Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Xorazm, Samarqandda do'konlari bor yoki yemxonalari bor. Albatta. Chorrahayonalarga hali mahsulotlar sotadigan. O'shalarga yengilroq qilib berasizmi? Misol, tirikchilik qiladigan insonlarga. Aka, aloqaga chiqishsin, optim narxda, masalan, narxi addenni aloqaga chiqsa, magazin qo'zmaylarga berilyapti. Optim narxda chiqarib bera olamiz. bo'ladi. Endi aka, menga nomeradin, zo'rlari, yaxshilardan, ish beradiganlardan bo'lsin deganlarga bir qator ponni motordan tortib pichog'igacha ko'rsatib beramiz. Mana shular. Ha. Bismillah deb boshladik. Birinchi bo'lib. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi o'rinda mana yangi motor. 4 kilovatlik oddiy 220 ga ishlaydigan motor. Va kabel tortib berayotgan ekan. 220 voltga ishlaydi o'zini. Hop. Voltmetrlari bor ekan. Ha. Motor o'zida. Bemalol mana aka, o'zida masalan To'kni tok ko'rsatadi. Bu yoqda o'zini To'pli datchik deydi. Ha. Zashniga bor. Motori To'kni ko'rsatadi bemalol. Xo'p, keyingisi masalan, xo'p, motor mana bitta bunaqasini ko'rsatdik, 4 kilovatlik. Bunisiga aka pichoqni bitta ko'rsataylik-da. Hop. Mana pichoq bunisiga bosadigan pichog'imiz kuydirilgan o'sha germanskiy pichoqdan. Buni tichlari 18 talik, 20 talik bo'ladi. Zo'r. 18 talik, 20 talik bo'ladi. O'sha germanskiy pichoqdan qo'yib beramiz. Motor 4 kilovatlik. Korpusiga keladigan bo'lsa, bu katta korpusdan qo'yib beramiz. Katta korpusdan qo'yib beramiz. O'sha 4 xil nasatkasi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 million so'm qo'yib beramiz. Biz obunachilarga necha pul qilib berasiz? Aka, xudo xolasa, obunachilarimizga aka, addushi obuna bo'lib qo'yganlarga aka 1 million 900 ming so'mdan qo'yib beramiz. 1 million 800 bo'lmaydimi? Aka, 1 million 900 ming so'mdan 4 kilovatlik. Birinchi 10 talik mijozga, birinchi 10 talik mijozga 1 million o'zingiz ag'ana. Birinchi 10 talikka gap siz gapingizni oldim. Birinchi 10 talikka 100 ming so'mdan skitkasi bor. Xo'p bo'ladi. Aloqaga chiqishadi. Birinchi 10 talik. Yap. Akalar bizlar uchun imkon qadar naqd tushirishga harakat qilamiz. Mehnatlarimiz arzisa bitta like deb bosib ketinglar. Olib keling to'kda. Mana shuni bitta to'k ko'rsatishni ko'rsatib qo'yaylik. To'kimizni shu bahona bitta tekshirib olamiz. Mana 210 aka. 10 atrofida o'ynayapti. O'ynayapti. 10 atrofida o'ynayapti. O'zida o'sha to'klar bemalol ko'rsatib turaveradi. Xo'p bo'ladi. Qarang. Xo'p, Keyingi motorimiz. Xo'p, bu 1 million 900 lik bo'lsa, endi eng full variantlardan aka. Hop. Motori katta, baquvvat bo'lsin deganlarga mana. Bu nima degan motor? Alfa Grand degan motor. Original, o'zi Alfa Grand bilishadi aka, mana 6,5 lik aka. Hop. 6,5 lik kilogramm og'ir, eng mo'shli motorlardan aka. Alyumin motor bo'ladimi? Alyumin motor. 6,5 da o'sha misligi alyuminli varianti. Ha, bunda ham o'zida o'sha zashni bo'ladi. Nima bu? Endi aka, bularni pichog'ini ko'rsatadigan bo'lsak, mana og'ir zavodskiy mahaviy aka. Qalin, qarang, bu 2 ga boradi. Ha, qalin, 2 qavatli terilgan zavod mahaviy pichoqlari germanskiy. Buni ichi 24 talik. 24 ta bo'ladi. 24 ta mana shu 6 lik motorimizga qo'yib beramiz aka. Xo'p. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Eng full variant. Joyimizdagi narx. Joyimizda narx 2 million 400 ming so'm. O'sha kattalashgan varianti, o'sha ho'l, quruq, don, o't hamma narsa chiqaraveradi. Chiqaraveradi. Xo'p,
Keyingisi. Keyingi varianti. Bu misli variant adashmasam. Ha, misli varianti. Aha. Misli varianti ham aka 6,5lik. Mana 6,5 kilovatlik. Lekin aka mislida ham 6,5likda ham masalan 22 kilolik shunaqasi ham bor-da. Ha, xili bor. Ha. Hozir bu 26 kilolik. Kilosi 26 kilolik mis motor bu. Hop. Original o'sha eng full varianti. Agarda mashina 22 kilo, 23 kiloligidan mayli qo'yib beraveringsa, 2 million 300 ming so'm chiqarib beramiz. Hozir bu 26 kilolik aka. Zavod mahalliyimizdan, o'sha zavodskoydan qo'yib beramiz. Korpusi doimgidek mashq holatda bo'ladi. Narxi 2 million 600 ming so'm chiqadi. Eng full varianti mis motorda eng nomeradi aka. 2,5 qilaylik shuni. Gap. 2,5 million so'mdan mis motorimiz Mis motor qidiramiz. Nasatkalariga o'tamiz. Setkalari. Xo'p, 4 xil nasatkasi bor aka mana. Xo'p, bu o'sha mol bopi, qo'y bopi yorma qilib beradi, kepay holatga keltiradi aka. Mana shu to'rala setga bitta dravlikaga qo'shib beriladi. Bitta apparatga qo'shib beriladi. Shularni bitta ko'rsatib beringchi, qanaqa tushiladi, kompaniya ko'taradimi, nima? Xo'p, birinchi o'rinda aka, buni nimasi bor, qulayligini ko'rsatadigan bo'lsak, masofadan masofaga bemalol yetarlicha bo'ladi. G'ildiraklari zo'r. Balonlari bor. Xo'p. Nasatkalari aka. Juda ko'pchilik so'rashyapti, "Mo yonida qozoni nechilik?" deyishyapti. Korpus tomonlama garantiyasi bor. Mana shu ishni dakansa qilamiz ekan, dakansa masalan bemalol aloqaga chiqishadi, nimadir bo'lib qolsa qilib berilaveradi. Qalin materialdan bo'ladi, vatlar. Eski turbalar akasi qilinmaydi, qalin materialdan qilinadi. Sabab setkasi yondan tushadi bizgina. Mana, setkasi yon boshdan tushadi. Osongina bemalol ketaveradi. Bolgaykani bo'shatib, ochib, unda qilinmaydi. Kruchoyli deyishadi. Yo'q, kruchoyli ham qilinmaydi. Bizda обязательно bolgayka setka yondan tushadi. Endi biz ham qilsak bo'ladi. To'g'risi, masalan, juda ko'pchilik aytishadi, o'sha setkasi yondan tushsa yaxshi bo'ladi. Olganda, masalan, u 3,5 ming оборотda aylanganda, masalan, qo'li tegib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ash tomonlari bor. Bu ancha qulayligi bor. Bemalol setkani yondan olib tushib solaveradi bemalol. Ayollar ham masalan bemalol naqlaveradi. To'g'ri. Ro'manda o'zim mana bir qator ma'lumotlar berdik. Endi ishlashini ko'rsatib bersak. Albatta. Keyin bu hampasini so'rashyapti. Hampasi 54 ga 54 bo'ladi. O'sha kattalashgan vipiskasi bo'ladi. Ha, bo'ladi. 54 ga 54. Qopqoqlari, o'zini zaslonka qopqog'i bug'doy. Bug'doy yorma, maka jo'xori. So'tali makka. Ba'dan ketadi. Buni olib qo'yadi, o't mahsulotlar bemalol chiqaraveradi. Keyin har bitta apparatimizda masalan havo to'siqchi degan narsasi bo'ladi. O't solganda betga chang urmaydi. Mana Chang'imaydi. Havo to'siqchi qo'yilgan, betga chang urmaydi. Vakuumni o'ziga tortadi. Chiqishlari ham shu kattalashgan varianti. Ancha-munchaga tiqilish holat bo'lmaydi. Po'lat o't deydimi, quruq o't deydimi, donli mahsulot deydimi, barcha turdagi don mahsulotlarni, barcha turdagi o't mahsulotlar bemalol chiqarib oladi. Eng qizig'i tegirmonga ham ish tushmay qoladi-da. To'g'ri. Xo'p, bo'lmasam somonimizni chiqarib beramiz. Bir yo'l qo'ybob nasatkasida chiqaraylik. Bir yo'l. Setkasini ko'ringlar. Setkasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir degani solasiz, keyinchalik muammosiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. O'zini kulchatilari bor. Yoqdi ko'chirishga. Stanoyimizni qopqog'ini olib qo'yamiz. Shamol ko'ryapsizmi? Mana. Qo'yib setkani chiqardik. Endi bunga qo'l o'tgan chiqarib beraylik. Qo'l o'tdi. Akalar hozir sveji urilgan o't. Jasur aka mana chiqqan mahsulot somonimiz. Mana Somon. mayinligini qarang. Hop bu yerda o't. Keyin o't mana. Men ozroq o't chiqardim. Bitta aralashiringda. Tayyoring. Mana. Tayyor silos. Mana. Qo'l o'tgan mashina qilib chiqarsa bo'laver ekanda. Bemalol. Uni qarang, mayinligini, somonni mayinligini. Endi bu chiqmagan holatini bitta ko'rsatdik-da mana. Mana
chiqqan holati bilan chiqmagan holati. Mana shunaqa katta somonni Mana. mayn holatga keltirib beradimi? Albatta. Yana keyin Jasur aka Hop. bir ikkita savollar bo'lyapti. Aha. Sholi poxol chiqaradimi deyapti. Sholi poxolni mana ateş sholi poxol ham olib kelganmiz mana. Sholi poxol chiqaradimi? Mana sholi poxol. Tiqilib Sholi qolmaydimi? poxolni hozir chiqarib ko'rsatib beramiz Jasur aka. Yo'qinchi. Yana mayda qo'y bositga chiqarib berasiz. Mayin qo'y bob setkasida, mol bob setkasida emas. Mana mol bob setkasi. Chiqayotgan mahsulot ko'ringlar, mayligini. Sholi poxol bu chiqayotgan narsa. Hol. Mana. Akalar, mana shunaqa sholi poxol ham chiqarib beradi biz apparatlar. Zo'r. Xo'p, endi bug'doyimizni chiqarib beramiz, bug'doyni. Mana bug'doy. Bug'doyni chiqarib beramiz. Bunga mayn setga qo'ydikmi? Aha, mayin setkasini qo'ydik. Setkani ko'rib olishingiz mumkin. Bu o'sha kepak holatga keltirib beradigan setka. Albatta. Bo'ladi. Qani? Chiqarishni boshladi. Ortishini ko'ring. Bug'doy sizga qaranglar-chi. Mana bu. Tortish ham zo'r ekan-ku. Bir qopni ko'rdim emas ekanda bu. Albatta. Zo'r. Chiqayotgan mahsulot qo'limda savollar. Zo'r. Bitta bug'doyni olingchi. Oling bug'doy. Mana. Bug'doy. Yana pastaga. Mana ko'rsatyapti. Mana. Kepak. Mana farq. Endi tegirmonga bug'doy olib borish shart emas. O'zingizda tayyor tegirmon bo'ladi. Nimasi unga o'xshatib yormaydi, lekin kepak holatga mana. Qo'l oqaryapti-da mana. Oppoq mana. Mana qo'lim oqardi hozir shu o'dim. Mana. Chiqqan mahsulot. Mana hurmatli obunachi apparatlarimizni ishlashlari pishiq puxtaligini ko'rsatdik. Xudo xolasa narxlardan chiqarib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachi, bepulga dravlga tarqatyapmiz. Shartlar juda ham oddiy. Mana shu dravlgani bepulga olishni xohlaysizmi? Mana shu ko'rib turgan videomiz ostida 500 ta layk yig'ilsa, bepulga uyingizga olib borib beramiz. Hurmatli obunachi, hattoki ustanovka xizmatlari ham bepul. Agar shu videomiz ostida 1000 ta layk yig'ilsa, 2 ta dravlkani bepulga beramiz. 1,5 ta layk yig'ilsa-chi? 1,5 ming layk yig'ilsa 3 ta dravlkani bepulga beriladi. Xalqimiz duo qilib layk bosib podpishka bo'lib turgani uchun Alloh rozi bo'lsin. Yanada sizlar qo'llab-quvvatlashga muhtojmiz. Agar layklar bosib podpishka bo'lsa, inshaalloh sizlarga narxlar arzon qilib beramiz. Yon tarafga sovchilik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Eng arzoni 1,750 ming so'm chiqqan dravlkalarni biz bugun 1,600 ming so'mdan rastrada skidga narxga qo'yib yubordik. Sizlardan podpishka, birdan layk, kommentariya, chiroyli fikr va uzoq. Usta aka, otangga rahmat. Baraka top, xalqqa shunaqa foydali mahsulot chiqarishga davom etib, podpishkada bo'lib tursangiz, inshaalloh biz xizmatimiz yana ham kuchaytiramiz. Agarda har qatlam 500 ta layk bo'lsa, gap bitta dravlkani bepulga beriladi.